жыйына чыгуунун себеби ушунда. Чүнки татарларга бүтүнлөй басым бара. Hem şul basımlarının birisi yetip Hüseynovka Belebey Gimnaziyasının direktörünün işten kuğu sebepçi oldu. Çünkü eğer de biz onu yoklaya olmasak demek Tatarga bası devam edecek. Özünüz bilgenizce bütün dünya derre küterip çıktı Kırım televizyonunu yapkanga. Biz birden bir Tatar Gimnaziyasının yarıyında Kozan'da yol bitirdiler. Bir iki yine kolgandır. Şimdi hürmetli cemaat nişik deb aytsam da endi nişik bo'lsa da bu Hüseynov'na tugul. Biz bit Hüseynov degan ismdan şul Tatar gimnaziyasının yo'qlovini ko'z o'ngida tutamiz. Agar da biz onu da yo'qolsak, Tatarga bosim davom etacak. Necha o'ylaysiz ona ishidan ne sababli oldular? Birinchidan u bir erkin tutdi. Hem o'zining gimnaziyasini tertip kiritdi. U tertip albatta buratish. Ruxsat etdi qizlarga yo'lib bilan yurishga. Bu sifat, bu soflik degan nonlarda. Amine yangi kishi kelsa, boshqa kishi kelsa, birinchidan qizlarni endi shashlarini ko'rsatib berishga ruxsat etsak, yigitlarga qisqashtonda kelishga ruxsat etsak, bu demak tertipsizlik, adabsizlik nechik bo'lsa da bu Hüseynovning ishdan qo'li olgan tugul. U endi kengaytirgan onun fikri bor edi. Gimnaziyani kengaytib, yangidan bolalarni qabul ettirgan onun fikri bo'yicha. Va lekin o'zingiz ko'rib turgan vaqtda mana shu so'nggi shurda bosim bor u, mana shu bir sabab endi. Tatariston onga necha yordam eta oladi? Bir nechta Tatariston hatta Kırım Tatar televiziya bo'lganda yordam eta olmadi. Olaysa yordam eta olmagan uchun chiqdingiz. Biz endi az bo'lsa da onlara xalq fikrini bilish uchun chiqdik. Xalq fikri bo'lsin, xalq talab etgani bo'lsin. Bunda albatta butun dunyo Tatar kongresi chiqarga tegishli bizim bilan birga. Ular o'zingizga ma'lum bo'lishicha o'z ishlari bilan avara bo'lib yotgan elde sulishlarni ishlar. Endi Tatar kongresi Tatarni yo'qlamagas, butun dunyo Tatar kongresi Tatarni yo'qlarga isbat bilan chiqdi. Agar bir narsa qaramicha, o'sha Husaynov o'z ishini kelib qaytarilmasa, siz narsa ishlarga o'tasiz. Yangidan chiqamiz. Yangidan chiqamiz. Yangidan endi bunday kim xalq bilan tugul, ko'proq zo'r Ramziyani ittirib miting yasab chiqara kerak. Agar da Tatarlar darrov ko'tarilib chiqmasa, bilan bizni bosashaqlar. Husaynovdan talab etamiz. Girishni qaytarib Tatar xalqina xizmat etdi. Talab. Talab.